Javob bering, bu yoqqa kelmang yerga endi. Siz o'zim javob beraman dedingiz. Hozir guruchki qilaman, qarab tur. Mashinaga chiqdingiz, bu yerdan meni chiqarmaydi. Kelib chiqarib keting endi, erkak bo'lsangiz. Men tayyorga o'tiribman siz tasdiqda. Mana keyin ko'ring. Keyin baqa. Baqa kel, ey. Paparoza baqa kel. Yaxshi onang ko'taga siska, baqa kel. Asad deyapman. Onangni siskay seni. Sikaman hozir, tushundingmi? Amin deydiman hozir. Baqa kel, ey. Aka, men siz yoshingiz katta, bratan. Xotiningiz bormi? Bor aka, bor. Bola chaqangiz bormi? Men nima uchun qo'ydim baqa? Akajon, bilmayman men, ishtilarni men maktabga o'taman. Bormi? Qarang, mana fikrda. Aka, iltimos aka. Ey, gando. Men o'zingni qo'ygan. Tushundim. Men o'zingni qo'ygan. Men pulingni bola chaqamga yediraman, mana. Bola chaqamga. Bismillah. Alloh uchun shu videoni oxirigacha ko'ring, ahvolni ko'rib turibsizmi? Bizga ham havas emas, har bir video sizlar uchun chiqarishdik. Shu iloyim oxirgi videomiz bo'lsin. Ko'rib turibsiz holatda badaningizga nimadir tiqib, siz 1 soat uxlay olasizmi? Shu qizimiz salkam 2 yildan beri kasal bo'lib yotibdi. 20 ming dollar kerak, 10 kundan bag'iga hali o'ziga kelmayapti. O'ziga kelsa ham sudurga berib, qiz bechora 2 soatlab sudurga bergan holatlari bo'ldi. Nima deyishga to'g'risiga til ojida bo'lib turibdi. Holatni ko'rib turibsizlar. 20 ming dollar pul yig'aylik, biz tezroq Turkiyaga qarab chiqaylik. Bugun chorshanba bo'ladigan bo'lsa, 3 kunlik yakshanba kuni shu pulni yig'ib biz Turkiyaga chiqib qizimizni davolataylik. Hadicha qizimiz yoshi 10 yoshda, kasalligi boshidan biz operatsiya qilib chip qo'ydirishimiz kerak. Juda ham zarur. Alloh uchun shu videoda oxirigacha ko'ring hamda kommentariyaga xohlagan insoningizni belgilang, ehson qiladigan insonni belgilang. Shu videoda istoriyangizga qo'ying, yaqinlaringizga ulashing. Qo'lingizdan kelmasa shu ishni qiling, hech bo'lmasa Alloh uchun shu savobga sherik bo'ling ilohim. Jannatlarda Xudoim shu qiz tufayli balkim shafoat olib kirib ketarsiz. Shu qiz uchun, shu qiz duolarida sizni eslar balkim. Har biringizni eslaydi Xudo xohlasa. Pastda katta nomerlar turibdi. Telefon nomerimizni ham qoldiramiz. Ishonmaydigan bo'lsangiz Qo'rg'on-Tepani jonlantirish bo'limida yotibdi. Kelib onasini o'ziga qizni holatini ko'rib, ehsoningizni qilib keting. Hammalarda ilohim jannatlarda shu qiz bilan birgalikda ko'rishni nasib qilsin. Qilgan ehsoningizlarni Alloh o'z dargohida qabul aylasin. Gapir. Qur'on kitob o'shabdan qasam ichaman. Xo'jayinimga xiyonat qilmayman. Anvarni o'ylamayman, xayolimga ham keltirmayman, Anvar bilan gaplashmayman, ham yuziga ham qaramayman. Etak boshqalarga ham vobshe gaplashmayman, gapirmayman. Xo'jayinimga xiyonat qilmayman. Agar mabodo yeslicha boshqalar bilan gapirib qo'yib, Anvar bilan gaplashadigan bo'lsam, bu Qur'on kitob Alloh tomonidan oilamga, onamga, singlimga, ikkala singlimga, momamga, bolamga va o'zimga tegsin. Agar men Anvar bilan xiyonat qiladigan bo'lsam, xo'jayinimga, bolamga ham tegsin, yetan avlodimga ham tegsin, qarg'ishi nima bo'lsa bo'lsin kan.